Pulli parkovkaga mashina qo'yib jarima to'laganlar bormi? Toshkent shahrida pulli parkovkalar tashkil etilgan. Bu parkovkalarni oddiysidan ajratishlik uchun yo'l belgilari o'rnatilgan, ya'ni sariq fonda parking belgisi bo'ladi. Bu yerga kelib mashina qo'yganlarda jarima to'lamaslik uchun birinchi navbatda App Store yoki Play Marketdan poytaxt parking предложениесini skachatib olasizlar. Предложениeni registratsiya qilganinglardan keyin xuddi shunaqa Toshkent kartasi ochiladi. Bu yerda qayerda pulli parkovkalar borligini ko'rsatib turadi. Masalan, mana mashinalarni ham ko'rsatadi. Mana shu joyga mashina qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana bosganingizda mana avtoturargoh raqami A0308. Bu yerda ham xuddi shu raqam yozilgan. Avtomobilni qo'yishni bosasizlar. Bosganingizda mana bu yerda vaqt tanlasanglar bo'ladi. Masalan, 15 daqiqa. 15 daqiqasi 3000 so'm. 3000 so'm to'lov qilasizlar. Mana avtoturargoh mana qo'yildi. Bu joyga shunchaki mashina qo'yib ketsanglar, parking xodimlari kelib tekshirishganda to'lov qilinmagan bo'lsa, jarima yozilishiga sabab bo'ladi. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Zero video foydali bo'ladi.